aka, Shofir akalar DAF Euro 6 olib qo'yganmiz remontga. Bu o'zimizni akaxonniki. Mashinaning chiroyliligini qaranglar akalar. DAFning nimasi chiroyli desa, go'zalligi chiroyli, ham o'zi chiroyli deyshadi. DAFning eng zo'r tarafi Euro 6 ni yumshoqligi, skor almashtirishlari, motori juda ko'proq ish ochadi, lekin atak qolgan yog'i eng zo'r mashina hisoblanadi. Iloyim mana shunaqa chiroyli mashinalar olish bizga nasib qilsin. Bu ham rangi juda ham chiroyli ekan, o'zi ishlashlari ham tiniq ekan. Buni bir qator klachlarni ko'rib, peredorlarni ko'rib, yoqqan joylari bor ekan, bitta-ikkita o'sha joylarni to'g'rilab beramiz. Inshaalloh mana shunaqa bizga ham shofirlarga ham, akalarga ham, ukalarga ham mana shunaqa chiroyli mashinalar olish hammamizga nasib qilsin. Buni chiroyliligini qaranglar. Men ham havas qildim, xudo xolasa mana shu rangidan bitta olib ishlatmoqchiman. Sizlar ham mana shuni ishlatib yuringlar olib. Mana shuni olib taqilib olib yuringlar. Sog' bo'linglar.